Bugungi mavzu tuple va set. Tuple bu o'zgarmas ro'yxat. U listga o'xshaydi, lekin ichidagi elementlarni o'zgartirib bo'lmaydi. Keling kod misolida ko'ramiz. O'zgaruvchi yaratamiz, masalan, meva. Qavs ochamiz, qo'shtirnoq ichida elementlarni qo'shamiz. Olma, banan, gilos. Print meva, to'rtburchak qavs 0 qiladigan bo'lsak, ichidagi birinchi elementni chiqarib beradi. Tuplening xususiyatlari o'zgarmaydi, tartibli va takrorlanuvchi elementlar bo'lishi mumkin. Ya'ni ichidagi elementlar takrorlanishi mumkin. Set tartibsiz, takrorlanmaydigan elementlar to'plami. Set bu ichida takrorlanadigan elementlar bo'lmaydigan to'plam. Yaqinda ko'ramiz. Raqam teng. Set matematik qavs bilan yoziladi. Ichiga sonlar qo'shamiz. Va oxiriga yana 1 deb yozib qo'ydik. Raqam deb chaqiradigan bo'lsak, uni ishga tushirsak, hech qaysi son bu yerda takrorlanmagan. Setda element qo'shish. O'zgaruvchi nomini yoza olamiz. Nuqta add. Add bu qo'shish degani. Qavsning ichida qo'shmoqchi bo'lgan elementimizni yozamiz. 6. Oxiriga 6 yozildi. Tuple va set qachon ishlatiladi? O'zgarmas ma'lumotlar uchun tuple mos keladi. Tartibsiz, takrorsiz ma'lumot uchun set mos keladi. Tez qidirish uchun ham set. Tartib saqlansin desangiz, tuple yoki listni ishlatsangiz bo'ladi. Keling mini loyiha ko'rib chiqamiz. Foydalanuvchi